Internetda ko'zingizga tushgan bo'lsa kerak 3 mingli vaflining ichidan pul va har xil sovg'a mukofotlar chiqayotgan ekan. Nima deb o'ylaysizlar? Mani vafligimdan $100 chiqdimi yo'qmi? Videoni oxirida ko'rishinglar mumkin. Shoshib-pishib vaflilarni ochishni boshladim. Birinchi vafli meni xafa qilib, hech qanaqa sovg'a ham, pul ham chiqmadi. Keyingi vaflini ochgandim. Uning ichidan 5000 so'm pul mukofoti chiqdi. Shunaqa qilib keyin o'zim ham qiziqib ketdim. Keyingi vaflilarni tezlik bilan ochishni boshladim. Keyingi vaflidan ham hech qanaqa pul ham, sovg'a ham chiqmadi. Undan keyingi vaflini ochsam 20000 so'm pul chiqdi. Shunaqa qilib o'zimiz hammamiz qiziqib ketdik. Katta qizim oyim omadliroqman, men ham ochib ko'ray deb ochib ko'rgan edi. Unikidan 10000 so'm chiqdi. Kichkina qizimdan hech qanaqa pul ham, sovg'a ham chiqmadi. Shunaqa qilib qanaqib qiziqib vaflilarni ochib tashlaganimizni bilmay qoldik. Aytgancha videoni boshida $100 esa xo'jayinim bilan spor o'ynagandik. Pul chiqmaydi, pul chiqsa senga $100 beraman degandilar. Ko'rib turibsizlarki, vaflilardan rostdan ham pul chiqdi. Men $100 yutib oldim. Albatta sizlar ham shu vaflidan xarid qilib, o'zingizlarning omadinglarni sinab ko'ringlar. Rostdan ham vaflidan shunaqa sovg'alar chiqayotgan ekan. Qani kim omadli ekan? Albatta sinab ko'ringlar.